Do'stlar, arqamdagi tovarlar bir 10 millionlik yuk bor. Sizga zakaz qilsam misolda, Xitoydan turib zakaz qilishsa, sizda shunaqa uslubangiz bormiki? Toshda misol siz bozordan borib, yukni olib, upakovka qilib, полностью skladlarga jo'natishga. У нас на самом деле сейчас действует порядка 4 магазинов. 2 магазина полноценно работают на ФБС. У нас порядка 500 позиций. Do'stlar, bu вообще dahshat. Misol sizlar Turkiyada dam olyapsizlarmi deylik, Amerikada dam olyapsizlarmi yoki Xitoyga borib o'zlaringiz istaganda qilyapsizlarmi? Umuman farqi yo'q. Nijniy bilyo bo'lgandan keyin, естественно, zip paket qilish kerak bo'ladi. Ichki kiyimga juda ham серьезно qarashadi russkiy auditoriya. Assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, sizlar Muhammad Alining kanalini tomosha qilyapsizlar. Marketplace'lar bo'yicha biza to'liq ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz. Do'stlar, arqamdagi tovarlar bir 10 millionlik yuk bor. Bu qayerdasan, nimasan demoqchi bo'lsalaring, men hozir fulfillmentdaman do'stlar. O'zimda yaqin bir do'stimni fulfillmentdaman. Do'stim bilan ham tanishtirib o'taman. Tak, Lublino dochkalari bor, fulfillmentlari bor. Do'stlar, agar kimgadir shunaqa fulfillment, надежный fulfillmentlar kerak bo'lsa, bemalol marhamat qilishlaring mumkin. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lsalaring, Telegram kanalimizda barcha ma'lumotlarni qoldirib ketaman. Price'ni ham qoldirib ketaman. Narx-navolarni har bir shtukka, misol nech puldan olishyapti, qanaqa jarayonlari bo'ladi, hammasini papadrovni ko'rsatamiz do'stlar. Assalomu alaykum Ali. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz, Frat? Yaxshi, rahmat. Qanday? Xo'p, Ali, yaqin do'stim, o'zlari Tojikistondan. Qancha bo'ldi siz Moskvada? Assalomu alaykum hammaga. Moskvada уже 3 yildan beri shu savdoda yuramiz. O'zimiz ham savdo qilamiz, Wildberries Ozonda ham fulfillmentimiz bor. Xo'p, do'stlar, ozginagina ma'lumot berib o'taman Ali to'g'risida. Yoshlari 29 da do'stlar, 29 ga kirib turib, o'zi shuncha narsaga ega bo'lgan, o'zini fulfillmenti bor. Wildberries Ozonda konkretna soqqani qilayotgan inson bo'ladi. Оборотga keladigan bo'lsak, 5 milliondan to 7 milliongacha. Bu yerda ham o'zlarining tochkalari bor Lublinoda, plus fulfillmentlari bor. Agar sizga fulfillment xizmati kerak bo'lsa, konkretna misol borki insonlar Xitoydan tovar zakaz qilishadi, надежный fulfillment topisha olmaydi Rossiyada. Xitoydan tovarlari keladi. Bularda shunaqa uslugalari borki, Toshda Ali misol sizga zakaz qilsam misolda, Xitoydan turib zakaz qilishsa, sizda shunaqa uslubangiz bormiki? Toshda misol siz bozordan borib, yukni olib, upakovka qilib, полностью skladlarga jo'natishga. Да, не проблема. У нас полный комплекс фулфилмента. Мы забираем с южных ворот, стяг Москва, полный комплекс. Первый забор даже бесплатно, как бы. Мы полностью забираем, все упаковываем и отгружаем на оригинальные склады. Do'stlar, o'rischa gapirilyapti, bitta ahamiyat bermaysizlar, o'zbekcha o'rischa aralashib gapiriladi. Xo'p, do'stlar, shunaqa uslugalari ham bor. Aytganimdek, narx-navolarni Telegram kanalimizda topishlaring mumkin. Plus Telegram kanallarini men zakrib etib ketaman. Shu videoda описаниесida leba kommentariyasida topishlaring mumkin. Telefon nomerlarini ham qoldirib ketamiz. Bemalol telefon qilib, barcha ma'lumotlarni olsalaring bo'ladi do'stlar. Bu yerda o'zlaring ko'rib turgandek, qanaqa tovarlar bor endi примерно bu yerda do'stlar? Здесь основной товар это нижнее белье. Сейчас будут отгружаться на все региональные склады. Это порядка 10 складов сейчас уже задействовано. Уже большая часть уже отгружена. Сейчас вот осталась буквально как бы малая часть. Вот можете как бы ознакомиться. Можно даже показать, да? Да, если не секрет. Без проблем. Xo'p, do'stlar, даже o'zini sotayotgan tovarini ham ko'rsatishga rozi bo'lishyapti. Sababi juda ko'p. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Можно добавить еще также, получается, вот по честному знаку, также кизы мы помогаем делать. Да? Как бы сами можем кизы. Misol qarangda, savolni to'g'ri berdingiz do'stim. Yana bir savolim bor sizga. Misol nijniy belyoga kirsa, верхний одеждаga kirsa, обувьga kirsa, leba внутренний одеждаga kirsa, частный знак so'rayapti, deklaratsiya so'rayapti, sertifikat so'rayapti. Shunga qanaqa ma'lumot bera olasiz? Sizlarda bormi bunaqa xil направление, leba bunaqa xil tanish bormi? Да, в целом, в любом случае, номер телефона, телеграм-канал заставим. Там в любом случае можете задать все вопросы, поможем и по сертификатам, также по маркировке товара, да, это сейчас как бы обязательное
на Wildberries, на всех маркетплейсах. В любом случае, как бы мы сами тоже помогаем селлерам. Опять же, ну, нужна электронная подпись, но это уже как бы ближе к делу. IPS kerak, короче, Да. elektronniy podpisi bo'lishi kerak, дальнейшем уже dokumentlarga yordam Да, bera да, olasiz. да. Мгм. Do'stlar, Полный misol комплекс. Azonda, Wildberriesda, Yandex Marketdan misol magazin ochmoqchi bo'lsalaring, естественно, bu birinchi bo'lib IP kerak bo'ladi. IP faqat rossiyskiy гражданlarga ochiladi, RPga ochiladi, VIDga ochiladi. IPni ochganlaringdan keyin misol Azonda, Wildberries, Yandex Marketplace'larda magazin ochasizlar. Keyin qaysi tovarga kirmoqchi bo'lsalaring, misol o'shalarga deklaratsiya, sertifikat, частныйni qilish kerak bo'lib qoladi. Hozir требованияsi shunaqa do'stlar. Xo'p, bu yerda mana juda ham ko'p tovarlar bor. Tovarlarga keladigan bo'lsak, bular hozir отгрузка bo'ladigan tovarlar, to'g'rimi? Мгм. Да, да, Bu это yerda- уже подготовлено. Misol deylik, bor bir haftalik отгрузка bor bir kunlik отгрузка bor. Bu hozir Ага. necha kunlik отгрузка bo'lyapti bu yerda? Это сегодняшняя отгрузка. Буквально вчера это все уже промаркировали, подготовили. И сегодня к вечеру уже поедет. Поедет. Да. Примерно qancha summaga отгрузка bo'lyapti chetda? Здесь порядка... ну, это опять же малая часть. Здесь Ага. порядка где-то 500 000 в товаре уже. Aha. И как бы, ну, сегодня уже поедет. Осталось просто промаркировать этот именно короб, чтобы приняли на Wildberries. Так, в целом. Xo'p, markirovkaga keladigan bo'lsak, mana Azonda, Wildberries, Yandex Marketda markirovkasini o'zi bor, to'g'rimi? Sizlar misol qanday upakovka qilasizlar? Oddiy shuni tushuntirib bersangiz. Misol bor bir xilgilar aytganimdek Xitoyda, yoki O'zbekistonda, yoki Tojikistonda turib shu ishni qilmoqchi, da, надёжный поставщик, либо надёжный kargo, либо надёжный fulfillment kerak bo'ladi. O'sha jarayonni tushuntirib bersangiz, misol siz upakovka haqida gapirib bersangiz, upakovkasi qanday jarayonlari bo'ladi? Siz shtrix-kod ham chiqarasizmi? Nakleyka ham qilasizmi? Обработка ham qilasizmi? И qanaqa jarayonlari bor? O'shanga ozginagina ma'lumot bersangiz. В целом, получается, товар поступает у нас через карго, поступает на южные ворота. Мы полностью забираем этот весь товар сюда к себе на fulfillment. Далее у нас идет отсортировка по моделям. Там у нас получается, если размерный ряд, если по цветам, да, они различаются, мы это все отсортировываем. Дальше уже с заказчиком мы заключаем договор определенный, как правильно маркировать, как правильно упаковывать, да, согласовываем ziploc, либо курьерский пакет идет. Далее уже после согласования товар берется, маркируется в ziploc, также по количествам, да, сразу же определяемся в поставку, сколько коробов идет, также отгружаемся либо палетами, либо коробами. Это все дело упаковывается вот в виде такого. Это, допустим, отправляется на Каледино. Здесь у нас где-то порядка 15 коробов поедет палетой. Так как, ну, опять же, там хранение, это все подсчитывает, юнит-экономику, это все просчитывается заранее и уже выбираем тип поставки. Также, получается, после того, как мы это все упаковали, распределили по коробам, у нас как бы есть логистическая компания, которая как бы доставляет практически на все региональные склады, будь это Краснодар, Казань, Невиномыск, Санкт-Петербург, также поможем и в Екатеринбург, если нужно, в Новосибирск отправить, как бы во все регионы отправим без проблем. Получается, sizni fulfillmentingiz даже не только Moskvaning ichida xizmat ko'rsatadi, весь Rossiya bo'ylab xizmat ko'rsatadi, shunday bo'lyapti-da. Boshqa, misol Sankt-Peterburgga tovar jo'natmoqchi bo'lsam, siz shuni organizatsiya qilib bera olasiz, to'g'rimi? Да, да. Mashallah, zo'r. Do'stlar, bu вообще dahshat. Misol sizlar Turkiyada dam olyapsizlarmi, deylik, Amerikada dam olyapsizlarmi yoki Xitoyga borib o'zlaringiz istaganingizni qilyapsizlarmi? Umuman farqi yo'q. Tovarni tanlaysizlar, kartochkasini sazovat qilasizlar, akaga telefon qilasizlar, Aliga. Ali, mana Yujniy Vorotamga tovarim kelgan. Shuni men Kaledinaga jo'natmoqchiman yoki Sankt-Peterburgga jo'natmoqchiman yoki Krasnodarga jo'natmoqchiman desalaring, shu insonni o'zi tovarlaringni olib, upakovka jarayonlarigacha qilib, полностью sipochkani qilib beradi. Даже o'sha gorodlarga ham jo'natib bera oladi, do'stlar. Bu вообще dahshat-ku. Zo'r bu narsa. Chunki, да, обращайтесь, chunki siz deylik, o'zingizda oilangizda oldida, bola chaqangizda oldida suratini qilgansiz. Даже bizda tanishlar bor, shu yerda studiya bor, to'g'rimi? Studiyada misol siz tovaringizni tanladingiz, studiyaga обращаться qildingiz, studiya shunday fotoni oldi, sizga infografika chiroyli qilib berdik, magaziningizni ochdingiz, tovarlaringizni qo'ydingiz,
infografikalarni qildingiz, hammasini qildingiz, chotka jarayonini qildingiz. Все, в дальнейшем уже sizga fulfillment xizmati kerak bo'lsa, tovarlaringizni olib, даже Sochiga deysizmi yoki Piterga deysizmi yoki Krasnodarsk kraga deysizmi, shu spochkani полностью fulfillment qilib beradi. Siz uyingizda dam olib 2 soat vaqtingizni ajratasiz shu ishga, zato ham biznesingiz ketyapti, ham oilangizni oldidasiz. Maza qilib ishlaysiz do'stlar. Bu вообще dahshat. Hozirgi kunda do'stlar shunaqa narsalar rivojlanganki, biz hali uyg'onganimiz yo'qmiz. Uyg'onishimiz uchun bu yerda narsalarni ko'rishimiz kerak. O'sha uchun do'stlar bor insonlarni taniyman, O'zbekistonda turib, женский sumka har hafta 1000 tadan to 2000 tagacha отгрузка qilishadi. Ular deyarli sumkani ushlab ham ko'rmagan, faqat через fulfillment xizmati orqali shu ishlarni qilishyapti. Men просто kabinetlarga kirib ko'rdim, shok qoldim. 10 milliondan 15 milliongacha оборот qilib yotibdi. Lekin u sumkani ushlab ham ko'rmaganda. Xitoydan zakaz qilgan, Xitoydan kelgan, sizga misol обращаться qilgansiz, fulfillmentingiz bor. Siz полный spochkani o'tkazdirgansiz, olib borib topshirgansiz, u esa maza qilib yuribdi-da O'zbekistonda. Shunaqa do'stlar, bu yerda aytganimda juda ham ko'p tovarlar bor. Nijniy belyo bor, bu yerda yana bitta skladi bor, yana ofisi bor. U yerga ham kirib ko'ramiz. Hammasini men sizlarga papadurumni tushuntirib o'taman. Xo'p, do'stlar, agar fulfillmentga murojaat qilsalaring, narx-navolarni aytganimdek Telegram kanalimizda topishlaring mumkin, lekin misol deylik, qancha kam zakaz qilsangiz, shuncha себестоимость ko'tariladi. Nima uchunki, o'zlaring bilasizlar, misol krossovkani 1 korobkasini olsalaring, boshqa narx aytadi. 40 korobka olsalaring, 20 korobka, 100 korobka olsalaring boshqa narx bo'ladi. O'sha uchun fulfillment ham xuddi shunaqa xizmati bor. Qancha количество mayda bo'lsa, shuncha qimmatga tushadi siz tovaringizda себестоимостda. Misol, agar siz qancha ko'p zakaz qilsangiz, shuncha arzonroq Ali o'zlari telefon nomerlarini qoldirib ketaman. O'zlariga прямой chiqsalaring, to'liq informatsiyalarni berib o'tishadi. Там все индивидуально посчитаем, в целом как бы от объема, конечно, будет очень выгодно. Agar объем zakaz qilsalaring, выгодно. Kстати, misol deylik, Azonda Valberisda FBO'si bor, FB'si bor. Siz shu jarayonda qanday xizmat qilishingiz mumkin? FB'si ham ishlaysizmi yoki faqat FBO ishlayapsizmi? Но у нас на самом деле сейчас действует порядка 4 магазинов. 2 магазина полноценно работают на ФБС. Это у нас порядка 500 позиций. Каждый день заказы идут. У нас команда сборщиков, которые полностью рынок Тяг, Южные ворота, занимаются сбором, также отгрузкой. Также ФБС отгружаем. И, ну, опять же, основной вид деятельности это ФБО. Основной, ну, fulfillment основной fishkasi FBO. Sizga ham osonroq bo'ladi. Bu yerda ishlatgan akalarga ham osonroq bo'ladi. Olib kelasiz 1000 ta, 2000 ta, 5000 ta tovaringizni sразу upakovka qilib, sразу chiqarib yuborishadi do'stlar. Shunaqa jarayonlari bor. FBS bilan ishlayman desangiz, FBS sagina qiyinroq. Основной FBO bilan ishlasalaring bo'ladi marketplacelar bo'yicha. Xo'p, bu yerda tovarlar уже upakovka bo'lyapti. Upakovka jarayonlari mana o'zlaring ko'rib turgandek. Misol bu xo'p, paketlarini o'zlaring tanlaysizlar. Agar sizlarga misol нижний belyo bo'lgandan keyin, естественно, zip paket qilish kerak bo'ladi. Bu paket надежный и богато ko'rinadi и misol ichki kiyimga juda ham серьезный qarashadi русская аудитория. O'sha uchun желательно shunaqa paket zakaz qilaring bo'ladi. Bu примерно necha pulga tushganday bo'laysiz? Вот этот комплект, в принципе, Ziploc, это порядка 3 рублей. Далее маркировка KISS идет у нас, KISS и также баркод. Это порядка, вот упаковка данного вида, это где-то, ну, рублей от 10 рублей и выше идет. От 10 рублей, да. Факат... Это все, получается, мы все это рассортировали, да? Они же в разных цветах, разных размерах идут. Это все отсортировали, уже дальше в Ziploc упаковали, промаркировали, и все уже готовый. Дальше уже идет у нас сбор в короб по поставке и отгружается. Ага. Так, bu уже o'sha tovarga qilingan расходы. Plus yana usluga bor, to'g'rimi? Yoki hammasi ichida bo'lyaptimi? Нет, это именно за работу я сейчас назвал. За работу 10 рублей. Приблизительно на один такой ish uchun. Bitta shu ish uchun 10 rubldan boshlanadi. Endi смотря qanaqa tovar sotasizlar. Bu yerda hozir nijniy belyo ketyapti. Maydagina narsa, ishi tez bitadi. Sizlar katta texnika sotmoqchi bo'lsalaring, liba
kattaroq narsa sotmoqchi bo'lsalaring, уже bu boshqa уровеньga chiqasiz и boshqa себестоимость bo'ladi по-любому. Bu yerda Бухгалтер. buzgalterda женский buzgalter, короче, odamlar hamma narsani sotib yotibdi-da. Bir xillar telefon qilib bizdan so'raydi-da, Alo aka, sizda tam shkolangiz bor ekan, bizga tovar tanlab bering, lebo nima sotsa bo'ladi degan savol tug'iladi-da. O'shanga siz qanday qaraysiz? Нет, это хороший вопрос. В любом случае, перед началом торговли нужно проанализировать рынок, посмотреть, сколько у вас бюджета есть, да? Это уже на вашем курсе, вы это все проводите. В целом, вообще абсолютно все продается. Сейчас на рынке дефицит товаров, на самом деле. Самый главный подход, я думаю. Подход Правильно упаковать и подход к этому товару, правильно? Да. Mana sizda magaziningizda ham aytib o'tdingiz, 300 naminaviy bor, to'g'rimi? 300 ta naminaviy 3 ta magazinda bo'lyapti. Там порядка даже больше 500 наименований. Единственное, это все ФБС, потому что как бы если на ФБО, то это уже надо объемами отгружаться, и тем самым, ну, там немного финансовый ну, это уже как бы... Byudjet kattaroq kerak bo'ladi. bo'ladi. Da, to'g'ri. FBS misol deyapsiz, 500 ta naminaviy bor deyapsiz. Bir xillar savol beradi-da bizga, aka bitta tovar bilan kirsam bo'ladimi, o'xshaydimi, o'xshamaydimi, qanday bo'ladi, unday bo'ladi, unday bo'ladi degan savollar tug'iladi-da. O'shanga men doim aytamanki, aka, men tovarni sotsangiz, o'xshamadim, boshqa tovarga kirib ko'ring. O'xshamadim, boshqasiga kirib ko'ring. No, kirishdan oldin analiz qilish kerak, естественно. Marketplace'larda o'zlarining analitik programmalari bor. Impostat deysizlarmi? Impostatlar bor, misol analitik guruhlar bor. O'shalardan analiz qilsalaring bo'ladi tovarda. Bu jarayonlardan biza hammasini ko'rsatib, o'qitib, haligi nima deydi? Oshni tayyor qilib shu beramiz. Faqat yeyish bo'lib qoladi sizlardan. И тем более fulfillmentga kelsalaring, вообще dahshat. Ular chaynab ham berishadi desak ham bo'ladi-da, misol. Endi dalshi o'zlaring bilyapsizlar. Misol demoqchimanki, mana shu narsani mana yo'lga qo'yganlar и ishlari ketyapti. Даже o'zlarining magazinlarini harakat qilamiz ko'rsatishga. No, естественно, bu sekret. Hech kim zo'r sotayotgan tovarlarni ko'rsatmaydi do'stlar. Kopiya bo'lib ketishi mumkin. Xo'p, 3 ta magazinda 500 dan ortiq naminaviy bor. Bu degani, misol Bulgater sotyapti, Tursik sotilyapti, Naski sotilyapti, jins sotilishi mumkin, oversize futbolkalar sotilishi mumkin. 500 dan ortiq naminaviy 3 ta magazinda. Так что, do'stlar, nima sotay degan savolga o'sha javob berdik deb o'ylayman. Agar savollaring bo'lsa, albatta o'z fikrlaringni kommentariyada qoldiringlar. Yana bir marta qaytarib o'taman. Bizda kargo xizmati ham bor. Fulfillment xizmati aliga murojaat qilsalaring bo'ladi. Bizda обучение ham ketyapti. Bizda o'zimizning skladimiz ham bor. Agar siz boshqa yerdan sklad olmoqchi bo'lsangiz, biz ham yordam berib yuboramiz. Leba aliga murojaat qilsalaring ham bo'ladi. Buni ham organizatsiya qilsa bo'ladi. Bu muammo emas. Moskvada, Rossiya territoriyasida возможность juda ham katta. Kelayotgan, misol musofirdagi yurgan akalarimiz, opalarimiz bo'ladimi, akalarimiz bo'ladimi? Harakat qilinglar shu возможностьni oqtarishga. Misol mana Ali o'zlari Tojikistondan kelganlar. Qancha bo'ldi Moskvadasiz? Moskvada 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. 3 yilda уже qanchadan beri boshladingiz bu ishni? Fulfillment bo'yicha уже 1 yildan oshdi. Именно savdo bo'yicha уже 3 yildan savdo qilamiz. Qaranglar, bir xillar bor, bizda kelyapti. Maqsadi yo'q-da Ali. Keladi, stroyka ishlayman dedi, kuryer bo'lib ishlayman dedi, leva bir dvornik bo'lib ishlayman dedi. O'sha tempda ketaveradi-da. Umr davomi уже o'tib ketadi-da, inson ko'rmay qoladi umr davomida. Mana Alina o'zining istoriyasi qaranglar, kelgan, o'qigan, o'qish tugatgan, и во время обучения уже biznesga qiziqqan inson. 3 yil davomida o'zining biznesini qurgan inson, fulfillmenti bor, magazinlari bor. Agar sekret bo'lmasa Ali, oyiga qancha topa olasiz? Qancha topyapsiz? Примерно. Bu to'g'risida sekret o. Ну, нормально. Hech kim aytmaydi dedi. Так что yetadi, to'g'rimi? Yetadi ham. O'zlaring ko'rib turgandek do'stlar, так что gazini bosdi-yu bizda shunaqa qilish kerak. Sababi kellaringmi, budjet yo'qmi sizlarda? Хорошо, stroykaga kelgan taqdiringizda ham siz 3 oy ishlang, 5 oy ishlang, ana boring 1 yil ishlang, to'g'rimi Ali? 1 yil ishlang. 1 yilda misol yurtingizga hamma pulingizni chiqarib yormang, o'zingizga olib qoling, nakopit qiling.
shu sohaga qiziqing. Hozir sifrovoy и будущее уже marketplace'larda qo'lida bo'lib qoldi-da. Да. Misol, aptapchilar выживать qilishi mumkin. Ular optim sotib, optim oladi. Lekin торговый sentrga kirsangiz, hozir hamma pashak-shaq qilib o'tiribdi-da. Odam yo'q-da deyarli offlaynda. Вот, o'sha uchun do'stlar, bu sohani o'rgansalaring, bu sohada не только misol biznes qilishlaring mumkin. Bor производительlar bor, narsa chiqaradi, o'shalarga menejer bo'lib soha qilsalaring ham bo'ladi. Просто o'shani o'rganish kerak, qilish kerak, topish kerak, ko'rish kerak. И bu juda ham самое главное свобода beradi, to'g'rimi Ali? Конечно, свободу, надо развиваться, не надо на одном месте застаиваться, надо постоянно учиться, и как бы плоды принесут результаты. Плоды вашего труда принесут результаты. О, mashallah. Shunaqa do'stlar, так что mana agar qanaqadir savollar bo'lsa, albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Yana biz qanaqa ishlarni ko'rsatishimizni ham yozib qoldirsangiz, biz juda ham xursand bo'lamiz. Chunki sizlarning fikrlaring, sizlarning dunyoqarashlaring bizga juda ham muhim. Siz kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirsangiz, nimaga tushunmayapsiz misol, liba Xitoy to'g'risida qanaqadir savolingiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldirsalaring, biz harakat qilib, o'sha Xitoy kargolar bo'yicha, Xitoylar bo'yicha barcha ma'lumotlarni yig'ib kontent qilishga tayyormiz do'stlar. Hozir do'stlar, ikkinchi skladga o'tamiz. Bu yerda mini ofis, bu yerda katta sklad o'zlaring ko'rib turgandek. Bu yerda fulfillment jarayoni ketadi, u yerda ham ketadi, u yerda hozir minisiga o'tamiz. Hozir do'stlar, Amazon Wildberry shunaqa funksiya ochganki, to что siz katta городlarga borib topshirishingiz не обязательно. Shu PVZ ga ham topshirsangiz, o'sha PVZ ham olib borib beradi. Shunaqa uslugalari ham bor do'stlar. Hozir biz mayda skladga o'tamiz. Do'stlar, biz ham mayda ofisga keldik. Do'stlar, bu yerda ham ish jarayonlari bo'ladi. Mini sklad, bu skladlardan yana bor. Bu yerda juda ham ko'p ekan sklad. Bizda ham o'zimizni birinchi marta kelishimiz. Siz shunaqa lokatsiyani olibsizki, juda ham zo'rda sizga. Bozor, tovar deylik, sklad, fulfillment, hammasini bitta joyga qilib qo'yasiz. Hammasi zo'r ekan, удобный и misol o'zlaringdan vaqtlaring ketmaydi, uzoq joydan borib kelmaysizlar. Mana shu yerda organizatsiya qilib berishadi bolalarni o'zi. Xo'p. Tak, misol deylik, qarang. Ali, men zakaz qildim tovarda. Misol deylik, вот naushnikda, например. Men shu naushnikdan zakaz qildim, da. Shu naushnikni siz qanaqa upakovkalar qilib bera olasiz menga? Yoki men желаниемni aytishim kerakmi sizga? Yo'q, полностью тех задания bo'ladi. Birinchi очередь заказчик aytadi общий объем, количество наименований, да, количество штук. Далее уже согласовываем упаковку, какую он хочет. Хочет ли он в пупырку упаковать, хочет ли он в курьерский пакет, да, либо же он хочет вот такие вот самосборные коробки, да, допустим. Это все как бы помогаем, вот, допустим. Вот, сыгара, кстати. Размер olib kerak, sig'iladi. Под размер получается. Если хотите комплект там с чехлом, да, ну, как бы вариации разные. Вариации. Самое главное определиться. Musulmon deylik, так. Bu bilan upakovka qildirsam menga примерно qancha tushishi mumkin? Misol, так, и oddigina курьерский paketga upakovka qilsam примерно qancha tushishi mumkin? Ну, допустим, если в курьерский пакет, это самый бюджетный считается, они там от рубля стоят, да, в зависимости от размеров. А дальше самосборные коробки уже идут там, допустим, себестоимость одной коробки это порядка 9 рублей. Это как бы... Дальше уже услуга фулфилмента, упаковка, вложение товара, маркировка, да, и также уже отправка, там уже по тарифам. Зор. Ну, bitta на самом деле aytganida Ali, bitta juda ham ko'p naminaviy bor, faqat FBS orqali. FBSda любой naminaviy qo'ysalaring bo'ladi, в принципе. Agar siz FBS bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, aytganimdek, shu Ali ham aytgandek, shu 4-5 tovarda, определенный tovarda olib turib, FBS orqali ishlasalaring ham bo'ladi. Nima uchunki, o'sha tovarga urg'u berasizlar, o'sha tovarda ustidan ishlaysizlar, o'sha tovarda reytingini ko'tarasizlar, o'sha tovardan количество urib turib, skladlarga tarqatib yuborsalaring, ham tezroq sotiladi, ham оборотlaring tez aynaladi, to'g'rimi? Да, все верно. И ham aliga ham удобный bo'ladi, optim FBOga topshirib olishga, sizga ham удобный bo'ladi. Konkretно уже 15 kunda, leba bir haftada, leba bir oyda konkretno soqqonni ko'rasiz. Konkretno realno priblizni ko'rasiz.
FBSga keladigan bo'lsak, da, ya'ni спорю, FBS juda ham ko'p tovarlarni qo'ysangiz ham bo'laveradi, lekin uni Alini o'zini sborщиклari bor, bozorda bolalar bor, yurishadi, именно. Misol zakaz tushib qolsa Ali bir qo'ng'iroq qiladi, o'shalar sabirat qilib turib, bu yerda upakovka qilishib, sraza o'sha ko'rsatgan joyimizga olib tushib berishadi. Bu zaniyat juda ham zo'r ekan Ali. Hammasini komplekt qilgansizda, bozor, Febo, FBS, fulfillment, ish jarayoningiz вообще dahshat joyda lokatsiyani olgan. Tavsiyam shunaqa joylarni qidirishga-da, misol agar в дальнейшем biroz seller ishlamoqchi bo'lsa, biz ham hozir ofis olganmiz. Ofis bitta joyda ham FB nimasi bor, punkt VDC bor, ham ofisimiz borda. Ham o'shda ishimizni qilyapmiz. Shuni olib tushib berasiz. Hech qanaqa vaqtingizni yo'qotmaysiz-da. Toshib ham yurmaysiz. Shunaqa variantlari ham bor do'stlar. Xo'p. Do'stlar, Aliga sizga katta rahmat deb qolaman. Sizdan yana bitta intervyu qilamiz. Intervyu faqat podkast bo'ladi, xudo xolasa. Tak, biz studiyada qilamiz, xudo xolasa. U вообще boshqacha format bo'ladi. Unda xudo xolasa yana bir kelamiz Alining oldiga. Unda уже серьезный, chuqurroq, qiyin savollarni beramiz. Bu savollar juda ham oddiy bo'ldi. Biz harakat qilyapmizki, chetdan kelgan bolalarga ozginagidan bo'lsa ma'lumot berib, tushuntirishga, na samom деле shu ishga kirsangiz, shu ishni qilsangiz, shu o'xshaydi, bizda o'xshayaptimi? Sizda ham значит o'xshaydi. Biz ham oddiy bo'lamiz-da, misol. Biz ham shu ishlarni qilib o'rganib, o'xshatyapmiz. Значит, sizda ham o'xshaydi. O'sha uchun oddiy savollarni berdim. Sizga qiziq bo'lgan bo'lsa videomiz, bitta like va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring, albatta. Do'stingizga jo'natib qo'ysangiz, biz xursand bo'lamiz. Siz esa Muhammad Alining kanalini tomosha qildingiz. Yana qanaqa formatda videolarimizni olishimizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xo'p, Ali, shu bizda musofirdagi yurgan aka-ukalarimizga nima savet berib qo'ygan bo'lardi? Shu ishga qo'l urishganmi yoki o'sha deylik, грубо говоря, stroykasida daraja davom etishganmi? Нет, в любом случае, когда вы приезжаете, вы должны оценивать свои шансы, да, оценивать свои финансы. Но в любом случае, вот это вот обучение нужно пройти. В любом случае, надо всегда учиться, надо понимать, где ты можешь развиваться, да, можешь либо бизнесом заниматься, может у тебя больше в стройке, да, это навыков, ты там можешь больше зарабатывать. В любом случае, нужно проанализировать, сделать выводы для себя изнутри. Вот, допустим, если хочешь заниматься торговлей, вот у меня, допустим, основной вид деятельности именно связан вот с интернет-торговлей, да, вот сейчас это прям очень популярно, и она реально прибыльная. Вот для себя сделать выводы, никогда не сожалейте. Я в свое время как бы очень много обучился всему, как бы, ну вот, выберите для себя одно направление и идите по нему. У вас все получится. Главное, как бы руки не опускайте, и у вас все получится. Zo'r motivatsiya bo'ldi. Bu motivatsiyani yozib qo'ysalar ham bo'ladi. Shunaqa do'stlar, sizlar bilan qayt ko'rishguncha jonlaring sog' bo'lsin, ishlaringga omad va yana bir marta do'stingizga yuborib qo'yishni unutmang. Ko'rishamiz. Do'stlar, bizda aytganimizdek, shkolamiz ham bor. Tak, fulfillmentda bana gaplashdik, kelishdik, ko'rishdik, hammasini. Bizda shkolamiz ham bor. Xohlagan onlayn o'qing, xohlagan offlayn o'qing. Siz agar boshqa chet davlatda bo'lsangiz ham onlayn dars bera olamiz. Bizda aytganimdek, hamma narsa tizimlashtirilgan. Полностью ish jarayoningizni ko'rsatib, o'qitib, plus minus taraflarini hammasini ko'rsatib, biz o'sha tovaringizni даже любой городga jo'natib bera olamiz do'stlar. Bizda shunaqa katta возможностьlar bor. Agar siz bizda kelib dars olib o'qisangiz, bizda 5 yillik, 6 yillik, 7 yillik tajribamiz bilan ulashamiz. Aytganimdek do'stlar, videoning oxirida mana sovg'am bor edi. Sovg'am 2 kishiga kursimizga besplatno обучение beramiz. Mutlaqo besplatno. Условияsi oddiy. Faqat sizda IP bo'lish kerak. Tovarga tikish uchun plyus bo'lish kerak. Tamom. Qolgan ishlarni bizga tashlaysiz va yonimizda yurib o'rganasiz. Bu mutlaqo besplatno do'stlar. Так что gazini bosamiz. Kimgadir qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, albatta Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Barcha ma'lumotlarni biz tashlab boramiz. Har kunlik qilayotgan ishlarimizni ham, o'quvchilar jarayonlarini ham, hammasini tashlab boryapmiz do'stlar. Xayr, ko'rishguncha.